Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 2026-yil 13-mart sanasida onlarimiz ikkinchi kun lecheniyalarni qilamiz. Mana Enro 100 antibiotikidan kerak bo'ladi bizga 10 shpritsda. Tomosha qilib turinglar, ko'pincha jarayonlarni ham qo'yamiz. Mana bu molimiz hozir taxminiy kilolari 320 kilo atrofida deb hisoblaymiz. Enro 100imiz qo'limizdan 7,5 gram qilamiz. Xo'sh, jonlar. Endi bu tomoniga qilamiz. 15 gramni bu tomondan tutib olamiz. Ikki tomoniga 7,5 gramdan bo'lib qilamiz. Bo'ldi. Endi ikkinchi molga qilishimizdan oldin shpritsimizni yangilaymiz. Liniyasini. Yangi shprits ochamiz. Endi buni bir qator speed bilan chayqab olamiz. Speed tortib, qayta haydab qo'yamiz. Endi mana ikkinchi molimizga xudo xolasa bunga 17 mg qilamiz. Ya'ni 8,5 mg dan ikki tomoniga 17 mg qilamiz. 8,5 mg. Ikkinchi molimiz jonivor. Jim tur. İkinci tomoniga yana 8,5 gram uramiz. Jim tur. Hozirgi holatda mollar xudo xolasa kechagi qo'limizdan keyin yeyishlari qisman o'zgargan, yeyishni boshlagan mollar. Lekin antibiotikimizni 3 kun davom ettirib qo'yamiz. Uchinchi molimizga ham xudo xolasa 17 gram milligram uramiz. 8,5 milligramdan. Molning ikki tomoniga yumshakkisini qilamiz. Xo'sh, jonivor. Jim tur. Üçüncü malımızı bu tomoniga qilamiz. Jim tur. Jonivor. Tek. Jim. Buraya da. Başka bir şey. Sonraki molumuzdan tahmini yerler 300 bilan 350 kiloda ko'pasda bo'lganligi uchun bunga ham 8,5 milligramdan ikki tomoniga 17 milligram to'plamiz. Mollarda imkon qadar jonni ortmaslik maqsadida katta niyani ishlatmayapmiz. 10 shpritsda uzun niyasini ishlatyapmiz. Shuning hisobiga dorini tortayotganimizda uzoq vaqt ketyapti. Tamam, bu olayım. Çok. Aç. Sen bunu. Dur. Ne canım, dur. Üstünü düşürgen halatda. Nasılcımasını üçün. Hoş. Jim tur. Jonivor. Bo'ldi xudo xolasa. Bugun ikkinchi kun lecheniyalarni qildik. Ertaga oxirgi 3-kun antibiotiklarni qilamiz. Shu bilan xudo xolasa mollarimiz to'liq yeyishga tushadigan umidamiz. Yaxshi niyat bilan qilyapmiz. Shifo bersin. Rahmat.